Assalomu alaykum, yulduzli hayotga xush kelibsiz. Ruhshona 4-bor erga tegdi. Aktyor va vayinchi Sardor Saidov shunday deydi: Ruhshonaga oshiqcha gapirmanglar. Kommentariyalarni ham o'ylab yozing. Baxt har kimga har xil beriladi. Ruhshonaning hayotiga men baxt bo'lib kirib keldim. Oshiqcha gap-so'zning keragi yo'q deydi. Ularning rasman to'ylari bo'lmadi. Videolardan ko'rinib turibdiki, ularning asal oyi boshlangan. Turkiya sayohati, birga vayinlar va kliplar oilaviy ijodni boshlanganini bildiradi. Ruhshona ham muxlislariga hech qanday tushuntirishlar bildirmadi. Shunchaki hayotimga baxt bergan inson deb Instagram sahifasiga video joyladi. Bu videolar tezlik bilan negativlarga sabab bo'ldi. Muxlislari tomonidan har xil nojo'ya so'zlar yozilib tashlandi. Har qanday holatda ham Ruhshonaga ayollik baxtini his qilishini tilab qolamiz. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing. Bu yaxshiligingiz albatta o'zingizga qaytadi. Xayr, salomat bo'ling.